Charles Koch dunyoning eng boy 10 kishisi qatoridan o'rin olgan milliarder. Siyosatchilar uni yomon ko'rishadi, moliyachilar esa o'rnak qilib ko'rsatishadi. Bir paytlar uning davlati 46,4 milliard dollarga yetardi. 2021-yilda esa u dunyo boylari reytingida 27-o'rinni egalladi. Hozirgi kunda esa uning boyligi 67,5 milliard dollarga teng deb baholanadi. Charles Koch kelib chiqishi golland bo'lgan amerikalik neftchi tadbirkor. 1967-yildan beri Koch Industries'ni boshqaradi. Biznesmen yetakchi filantroplardan biri, eng omadli menejerlardan sanaladi. Charlesning butun tarjimai holiga otasi Fred Koch ta'sir ko'rsatgan. Fred Koch Massachusets texnologiya institutida kimyo texnologiyalari sohasi bo'yicha o'qidi. Charles tug'ilishidan bir necha yil avval sobiq ittifoqda Stalin boshqaruvi ostida ishladi va neftni qayta ishlovchi korxonalarni barpo qilish bilan shug'ullandi. Ammo tanishlari orasida ommaviy tozalashlarni ko'rib, kommunizmdan tez hafsalasi bir bo'ldi-yu, shtatlarga qaytib ketdi. Sobiq ittifoqda ishlab topgan puliga injining kompaniyasini tashkil qilib, keyinchalik uni o'g'liga topshirdi. Charles Koch 1935-yil 1-noyabrda AQShning Kanzas shtati Uichito shahrida gollandiyalik muhojirlar oilasida tug'ildi. Biznesmen doim o'z millati bilan faxrlanadi. O'rta maktabni tamomlagandan so'ng Massachusets texnologiya institutiga o'qishga kirdi va uni 3 ta ilmiy daraja bilan muvaffaqiyatli tamomladi. 1955-yilda Arthur D. Little Consulting kompaniyasiga ishga joylashdi. Lekin u yerda uzoq ishlamadi. Otasi uning uyga qaytishini va oilaviy korxonada ishlashini talab qildi. U meni ishlashga majbur qilardi, chunki aks holda men biron ko'ngilsizlikka duch kelishim mumkin edi, deb eslaydi Koch otasi haqida. Charles uyga qaytib, neftni qayta ishlash va qazib olish bilan shug'ullanadigan Rock Island oilaviy korxonasiga ish boshladi. 1967-yilda otasining o'limidan avvalroq u biznesni to'liq qabul qilib, kompaniyani o'zi bilgandek rivojlantira boshladi. Kompaniya asoschisining yagona talabi uni sotmaslik edi. Aynan shu davrda Charles Kochning biznesdagi muvaffaqiyat tarixi boshlandi. Rahbarlik topshirilgan paytda 65 million dollarlik aylanmasi bor kompaniya atigi 1,8 million dollar foyda keltirardi. Bu yangi boshqaruvchini qoniqtirmadi. Bozor tuzilmasini yaxshi tushungan Koch yollanma menejerlarning ogohlantirishlariga e'tibor bermay, kompaniyani tez rivojlantira boshladi. U birinchi navbatda hamma foydani yig'ib, yangi aktiv Yevropada zavod sotib olishga sarfladi. Hamma bo'sh mablag'larni Rock Islandni boshqa shtatlarda kengaytirishga yo'naltirdi. Xom ashyoni samarali yig'ishni ta'minlash uchun yangi yuk liniyalari sotib olindi. Muntazam ravishda yangi quvurlar o'tkazildi. Shunday tavakkal harakatlar bilan birga kompaniyaga omad kula boshladi. Zero rahbarning hamma qarorlari uzoq muddatli istiqbolga qaratilgandi. Biz kompaniyalarni ularni siqib olib, tashlab yuborish uchun emas, yangi biznes qurish va rivojlantirish uchun sotib olyapmiz, degandi Charles. 1968-yilda nomi Koch Industries'ga o'zgartirilgan kompaniya Pine Band'ning 35% aksiyalariga ega edi. Korxonaning yana 2 ta yirik egasi bor edi. 40% Unocal va 15% J. Marshall qo'lida edi. Charles nazorat paketiga ega bo'lishni istab, Union Oil of California'dan aksiyalarning bir qismini sotib olmoqchi bo'ldi. Ammo hissadorlar o'sha payt uchun aql bovar qilmaydigan pul so'rashdi. Koch Marshallga birlashishni taklif qilib, unga asosiy korxonadan ozroq hissa berdi. Shunday qilib, u 25 million dollarlik qarz olib, hissalarga ega bo'ldi. Charles Koch faqat o'shandagina qarzdan foydalandi. U bunday majburiyatlarga juda ehtiyotkorona yondashadi. Biznesmenning ko'rgan choralari doimiy daromad keltiradigan manba topishga imkon berdi. Korporatsiya aktivlari orasida mineral zavod, sintetik tolalar tayyorlaydigan DuPont korxonalar tarmog'i paydo bo'ldi. Shuningdek, butun mamlakat bo'ylab neft quvurlari kengaydi. Biz xodimlarimizga belgilangan oylik to'lamaymiz. Ularning korxona ishiga qo'shgan hissasini baholaymiz va shunga yarasha haq to'laymiz, deydi Charles Koch yollanma xodimlarga munosabat haqida. Fred Kochning 4 o'g'li bor edi: Frederick, Charles va egizaklar David hamda Bill. Otasining ixtiyori bilan kompaniyaning yagona boshqaruvchisi qilib Charles tayinlanganiga, o'ng qo'li korporatsiya ham egasi va hamkori David bo'lib qolganiga qaramay,
Gullab yashnay boshlagan korporatsiyaga 1980-yilda sud orqali qolgan 2 merosxo'r ham da'vo qila boshladi. Doimiy bo'lishishdan qutulish va oilaviy nizoni to'xtatish uchun Charlz va David 1983-yilda biznesning ularga tegishli qismini $1.3 milliard sotib oldi. Kelishuv amalga oshirilgan paytda hamma tomonlar mamnun edi. O'sha paytda bu juda katta pul edi, lekin kompaniya qiymati shu qadar oshib ketdiki, yana qarindoshlar o'rtasida sud mojarolarini keltirib chiqardi. Koxlarning kompaniyasi hozir ko'p sohaliga aylandi. Aka-ukalarning biznesi neftni qayta ishlash, injiniring, tog'li va iste'mol mollari ishlab chiqarish, o'rmonni qayta ishlash va boshqa sohalar hisobiga kengaydi. Holding xususiy kompaniyalar orasida kapital hajmi bo'yicha 2-o'rinda turadi. Ekspertlar fikricha, agar kompaniya birjaga chiqsa, hatto milliarder Ray Krocning McDonald'sidan ham o'tib ketishi mumkin edi. Kompaniyaning hamma aktivlari keng jamoatchilikka aniq ma'lum emas. Kox hayoti va biznesining faqat o'zi istagan qismini ommaga bildiradi. Amerika biznesida aksiyadorlik jamiyatiga aylanmagan va hissador kapitalni tashqi boshqaruvga topshirmagan kompaniyalar unchalik ko'p qolgani yo'q. Charlz Kox Koch Industries boshqaruvini yolg'iz boshqarishda davom etmoqda. Uning aytishicha, to hayot ekan, kompaniyaning boshqa modeli bo'lmaydi. Charlz Koch 1967-yildan to kungacha Koch Industries'ning direktorlar kengashi raisi va bosh direktori sanaladi. Ukalaridan faqat David bilan yaqinligi saqlangan. Korporatsiyada u bilan bir xil ulushga ega. Bill va Frederik bilan munosabatlari ulushini sotib olgandan so'ng munosabatlari yaxshilanmagan. Charlz Koch Qo'shma Shtatlar siyosiy manzarasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Biznesmen saylovlarda Barack Obamaning raqibi Mitt Romneyga homiylik qilib, uning nomzodi uchun $10 million sarflagan. Romneyning saylovlardagi mag'lubiyati Koch imperiyasiga va uning o'ziga jiddiy zarba bo'ldi. Biroq u avval bo'lgani kabi kelajakda o'z xatolarini inobatga olishini va uzoq kelajakni ko'zlashini ta'kidladi. Biroq keyingi saylovlarda ham Kochlar yana mag'lubiyatga uchrashdi. Ular Hillary Clinton nomzodini faol qo'llab-quvvatlashdi, ammo u ham Donald Trampdan mag'lub bo'ldi. Biznesmenning siyosatga aralashuvi shaxsiga nisbatan munosabatiga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Ba'zilar uni qarg'aydi, ba'zilar qonunchilik bilan himoyalanib, shaxsiy maqsadlariga yetishishda ayblaydi. Charlz Koch Liz ismli ayolga uylangan. Ularning 2 nafar farzandi bor, Chase va Elizabeth. Qizi oila biznesida ishtirok etmaydi, unga aytarli qiziqmaydi ham. Ammo Chase'ga otasi o'z vaqtida talab qo'ygan. U yoki professional tennis bilan shug'ullanadi, yo kompaniyada ishlaydi. Chase oila ishini ma'qul ko'rdi. Hozirda korporatsiyaning agrar yo'nalishini boshqaradi. Charlz Koch o'z lavozimini tark etgach, biznesni aynan u boshqarishi ehtimoldan xoli emas.